Assalomu alaykum. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan tayyorlangan haftalik dayjestning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. O'tgan haftada Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Xorazm viloyatiga qilingan safari davomida davlat rahbarining viloyatni ijtimoiy rivojlantirishga qaratilgan qarorlari ijrosini o'rgandi. Jumladan, Urganch 1 yirik nasos stansiyasi ham zudlik bilan modernizatsiya qilinishi va yangilanishi zarurligini ta'kidladi. 1,178 ta odamga suv beradi. Eng kattasi shu magistralli bu. Voy. Lekin ahvoli shunaqa darajada. Nechinchi yilda qurilgan bu? 70-yil qurilgan. Trubalar davleniya bo'lmasa, unga yetib bormayapti suv. Ichimlik suv bu hayot-ku. Agar buni to'g'rilab bersak, odamlarning kayfiyati ham oshadi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov xizmat safari bilan Qashqadaryo viloyatida bo'ldi. Jarayonda Qarshi shahri kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish va qurish loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishildi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi hamda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchrashuvi tashkil etildi. Samimiy va ochiq ruhda o'tgan muloqotda jamiyat boshqaruvi raisi suv ta'minoti sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, tizimdagi yangilanishlar hamda istiqboldagi ustuvor vazifalar haqida atroflicha ma'lumot berdi. Talabalar tomonidan berilgan savollar orqali sohaning turli jihatlari, jumladan ichimlik suvi ta'minoti, xalqaro hamkorlik loyihalari va yosh mutaxassislar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Aksionerlik jamiyati to'g'risida qisqacha aytsam, umumiy tarkibi tuzilmamizda 28,083 ta odam ishlaydi hozirgi kunda. 16 ta aksionerlik jamiyat hududlar bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Umumiy aholiga xizmat ko'rsatishimiz hozir 83% ga yetib qoldi. 38 million aholimiz bo'lsa, shundan biz markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajamiz 30 milliondan ko'proq aholiga ichimlik suv beramiz. Toshkent shahrining 1 sutkalik iste'mol suvi 2 million kub. 2 million kub suv oladi. Kommunal sohada bugungi kunda o'sha gazda ham, elektr energiyasida ham aqlli hisoblagichlar bor. Qo'yilish jarayonlari boshlanyapti deysiz. Bu qaysi vaqtga to'g'ri keladi? Qachongacha barcha iste'molchilaringiz o'sha aqlli hisoblagichlar o'rnatadi? Bizda 5 million abonentimiz bor. Umuman O'zbekistondagi biz qamrab olgan abonentlarimiz soni 5 million. Shundan demak 144 mingga ulgurjilar bo'lsa, qolgani aholi. Aholini ichimlik suv o'lchagich asboblarimiz bizniki hozircha mexanik usuldagilar, asosan respublika bo'yicha buni biz 86% ga chiqdik. Biz respublikada ulgurji iste'molchilarimizni kelgusi yil 100% aqlli счетчик bilan qoplab olamiz. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Xurshid Rahmatullayev xizmat safari bilan Qashqadaryo viloyatida bo'ldi. Boshqaruv raisi o'rinbosari Qamashi, Kitob tumanlarida umumiy foydalanishdagi ichimlik suv tarmoqlaridan uy xo'jaliklariga tarmoq tortish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Mana subatdan so'rmas bolalikda kelgan qadrda ham tarobkani o'zini yerga nima yerga yaqin qo'yadi. Gözlerini beton qildirib, o'zlarini tushuntiryapmiz. Suv kirmaydigan qiladi. Gaz anaqani ko'rsatsin aholiga. Bo'tni, mana kabinetda bo't ko'rsatib, O'zlari takazana kiritib, uni tushuntiryapti. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida sohada lider ayollarning salohiyatini yanada oshirish mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Bu o'quv kursi davomida biz qanday qilish ayollarga yaxshiroq sharoitlar tayyorlash mumkin? Ularni kasbiy o'qib qolaversa, o'sha kasbda o'sishi, rahbar lavozimlarga ko'tarilishi uchun qanaqa sharoitlar zarurligini ham o'rganib chiqilardi va loyiha doirasida shu biz aytamiz, gender tengligi bo'yicha tashkilotni hujjatini tayyorlaymiz. Ya'ni keyinchalik shu boshqaruvda yoki qaror qabul qilinayotganda shu gender masalalarini hisobga olish uchun. Bugun mana shu yerda o'zida 15 dan ortiq tinglovchi bo'lsa, onlayn tarzda ham qatnashyapti. 70 ga yaqin o'sha viloyatlardan, nohiyalarda, tumanlarda joylashgan o'sha suv ta'minoti vakillari ham qatnashadi. Bu ham juda muhim, sababi o'zgarish hamma joyda birdan bo'ladi va tushunchalar ham bir xil bo'ladi.
O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy korrupsiyaga qarshi kurashish Compliance nazorat xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda 1616 ta holatda korrupsion omillar barvaqt aniqlandi. Bu haqda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi kurashish Compliance nazorat xizmati rahbari Farhod Boyto'rayev ishtirokidagi brifingda ma'lumot berildi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablariga rioya etilganligi bo'yicha o'tkazilgan o'rganishlarda tovar moddiy boyliklar xaridi bilan bog'liq 825 ta shartnoma hujjatlari o'rganildi va 27 ta holatda 3,7 milliard so'mlik shartnomalarda kamchiliklar barvaqt bartaraf qilindi. Shuningdek, 1 milliard so'm mablag'lar iqtisod qilinishiga erilish ta'minlandi. Aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i Abror Raimqulov Xorazm viloyatida aholiga ichimlik suvi yetkazib berish va bu boradagi muammolarni o'rgandi. Uning ishtirokida o'tgan yig'ilishda Xorazm suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida 2026-yilda debitor qarzdorlikni undirish hamda qamrov rejasining bajarilishi masalalari muhokama qilindi. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida o'tgan yig'ilishda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i Asliddin Ergashev ishtirok etdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlashga oid masalalar muhokama qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiyatosh tumanida ayni paytda oqova suv xizmati qamrovi 13,1% ni tashkil etadi. Mazkur ko'rsatkichni 41% ga oshirish bo'yicha ishlar jadal davom etmoqda. Reyd tadbirlari davom etmoqda. O'tgan haftada hududlarda amalga oshirilgan tadbirlar xususida navbatdagi lavhada tanishing. Yil boshidan byuroning Qarshi shahar bo'limi ish yurituvida ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorlikni undirish bilan bog'liq 389 ta 1 milliard 600 million so'mlik ijro hujjatlari mavjud bo'lib, shundan 246 ta 883 million so'mligi tamomlandi. Hozirgi kunda 44 nafar fuqaroda 80 million so'mlik qarzdorlik mavjudligi sabab ularning respublika hududidan chiqish huquqlari vaqtincha cheklangan bo'lsa, 78 ta ijro hujjatlari yuzasidan 350 million so'mlik qarzdorlik ish haqiga qaratildi. O'tkazilgan tadbirlar davomida byuroning Qarshi shahar bo'limi ish yurituvidagi suv ta'minotidan bo'lgan qarzdorlik undiruvi yuzasidan hamkorlikda ijro harakatlari olib borilib, shu kuni 4 nafar iste'molchi tarmoqdan uzildi. 12 million 200 ming so'mdan ortiq qarzdorlikni undirishga erishildi. Namangan suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati direktori Muxtor Hojiyev Uychi tumanida fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazdi.
qarzdorlik bor edi. Lekin shu to'lashga mablag'imcha topilib, shu yordamni saqladim. Necha pul qarzdorlik? 213 ming. 213 ming so'm. Hop. O'quvchi yo'q. Farzandim bor. Abonentlarni o'zi tayyorlab qo'ydi. Pulni to'lab, ta'minot miqdoridan tayyorlab beraman. Tayyorlab qo'ysa, sog' bo'ling. Beruniy tumani Bebazar ovul fuqarolar yig'inida yangi suv inshooti foydalanishga topshirildi. Bizning aholimiz sho'r suvdan toza aziyat chekayotgandi. Qarang, endi prezidentimiz buni ham inobatga olib, yana bizni Paxtachi aholi manzilimizga ana shunday yuksak inshootni qurib berdilar. Buning uchun bizni Paxtachi aholi manzil xalqi juda minnatdor. Har bir uyda kuxnyasigacha kirib bordi suv. Bundan bir 5-10 yil oldin suvni 1-2-3 kilometrdan olib kelib ichgan bo'lsa, endi hech yoqqa bormaydi, o'zining uyidan jo'mrakni tovlaydi, toza ichimlik suv keladi. O'tgan haftada Samarqand hamda Xorazm suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari maktablarda ochiq darslarda ishtirok etishdi. Hozir shu haqida. Aholi o'rtasida suvdan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Xususan, turli uchrashuvlar va davra suhbatlari tashkil etilib, fuqarolarga bu borada zarur tushunchalar berilyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Oqdaryo tumanidagi 25-umumta'lim maktabida yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi. Mana shu suvda isrof qilmaslik haqida yanada o'rgandim. Ichimlik suvdan samarali foydalanish kerak. Masalan, hozir bizda yaxshi suv ichimligi bor. Bizga ko'rsatishdiki, masalan, Afrikadagi bolalar, ularni suv ichimliklari yaxshi emas. Biz hozir shunga shukr qilishimiz kerak. Mana shu ichimlik suvimizda bakteriyalar yo'qligiga, mana shu bizni yaxshi suv bilan, toza ichimlik suv bilan ta'minlab berishayotganidan xursand bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi bo'lib o'tdi. Yarmarkada suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati vakillari ham ishtirok etishdi va tashkilotning axborot xizmati faoliyati bilan talabalarni yaqindan tanishtirishdi. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ilmiy o'quv markazida xodimlarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan qayta tayyorlash kurslari izchil davom etmoqda. Ushbu yo'nalishlar qatoriga ilk bor polimer quvurlarni payvandlash bo'yicha maxsus kurs ham joriy etildi va mazkur yo'nalish bo'yicha 72 soatlik dasturni tugatgan ilk tinglovchilarga sertifikatlar topshirildi. Qoraqalpoq suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan Amudaryo tumanida qurilayotgan Mang'it suv tozalash inshootida press tur tashkil etildi. Mang'it suv tozalash inshootidagi ishlarni 2024-yil fevral oyida boshlaganmiz. Osiyo taraqqiyot bankining mablag'lari hisobiga bitirilish arafasida turibmiz hozir. Bu yer ishga tushgandan keyin Mang'it aholisine sutkasiga 40 ming kub suv ichimlik suv yetkazib beriladi. Biz turgan obyekt hozir birinchi kamerada qo'shilgan reagent mahsulotlari bu yerda yaxshilab aralashtiriladi. Aralashgan suv gorizontal suv tindirgichga o'tirilib, keyin xlor qo'shilib toza ichimlik suvi havuziga uzatiladi. Bu yerda 3000 kubdan 2 ta rezervuarimiz bor. Undan ikkinchi podyom nasozli stansiyadagi 4 ta grunt host nasozlari orqali ko'chaga urug'i birga yetkazib beriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz qisqacha shulardan iborat edi. Ekranlaringizda ko'rib turgan O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining internet resurslarini kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.